Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kamron Dilasa kanaliga xush kelibsiz. Bu videoni ko'rayotgan obunachilarimiz bugun o'rtoqlik oddiy o'ynab ko'rsataman. Yoqadigan bo'lsa albatta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani o'yinni boshlaymiz. Xo'p, tarkibni yana tanishtira olaman. Anchadan beri kattaroq video chiqarmadim. Tarkibga futbolchilar oldik. Mana qizil kartali futbolchi oldik. Keyin mana shundaylar bor. Mana zaxirani ko'rishingiz mumkin. Siyoh rang bor. Xo'p do'stlar, Abduqodir Husanovga niyatlar bor menimcha. Abduqodir Husanov kim oldi do'stlar? Kommentariyada yozasiz kim oldi. Va keyin yana xohlasangiz mana olgan futbolchilaringizni ham yozishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, menimcha obunachilarimdan bir savol tug'ilyapti. Bular nima kuchaytirib bo'lmayapti deb. Bular do'stlar o'zlari kuchaytiriladi. Masalan-da mana Barkelani olaylik mana. Barkelya fransiyalik. Fransiya yarim finalga yoki chorak finallarga chiqsa, Barkelya 85 bo'ladi. To'g'ri mayli. Chorak finalga chiqsa 1+ kuchayadi. Yarim finalga chiqsa, keyin kuchayib ketaveradi. 2+2+2+ 96 gacha boradi do'stlar. 96 gacha. Mayli, 2+ dan ko'tarilsa zo'r bo'ladi. Bu yerda Real Sociedadda Oyarzabal sariq bo'pti do'stlar. Oyarzabalni kim biladi, qanday futbolchi. Bugun do'stlar ketadi, bir kun qoldi. Mana bularda kimlar oldi? Bular do'stlar tanga olmasa xizmat yig'ib berish xizmati bor bizada. Kommentariyada o'tsangiz Telegram kanalimning silkasini qoldiramiz. Obuna bo'lasizlar. Keyin yana birlashtirib ketaveramiz. Xo'p, o'yinni ko'p kuttirmasdan boshlaymiz, chunki kutib qoldingiz ancha. And here is the away team formation. Biroz pasaytirib olamiz. Ovozim yaxshi eshityaptimi? That's gone out for a throw in. Yaxshi. Do'stlar, bir challenge bo'lishi mumkin. Mana shu ko'rib turgan akkauntingizni judalar arzon narxga beraveraman. Endi albatta mana Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz yoki keyin men olaman deb kommentariyada yozsangiz, sizga beraveraman shu akkauntni juda arzon narxga. Agar lekin Telegram kanalimga ham, YouTube kanalimga ham, YouTube kanalimda har 10 ta videoga like bosgan bo'lsangiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz, 10 tasiga komment yozgan bo'lsangiz va Telegram kanalimga obuna bo'lib hammasini qildim deb yozsangiz, balki buni sizga tekinga berishim mumkin yoki o'zingizning shaxsiy akkauntingizga tanga va olmos yig'ish anavasini qilib berishimiz mumkin. Narxlarimiz juda arzon, judalar sifatli, yaxshi bo'ladi inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni kuzatayotgan obunachilarim mana soat nechida chiqayotgan videoni ko'rishingiz mumkin. Video olinmoqda 17-iyun chorshanba. There's a goal in the other match. Endi shu ko'rasizlar nechida chiqarganingizni, nechida chiqarganingizni chiqarsam, nechida ko'rganingizni yozsangiz, bu menga yaxshi. Tries his luck from distance. Ishonch. Oh, I can't believe he shot from there. Do'stlar, yaqinda o'sha challenge bo'ladi deganim, bu akkaunt sotilgandan keyin kommentariyada yozing. Xohlasangiz tanga olmas ko'p yig'ib ozgina muddatda biron tarkib tuzamiz yoki Barsa Real komandasini tuzamiz. Now it's Pedri. Yoki It was one-on-one. His teammates swarm him. And rightly so. xohlagan challenge'ingizni yozing, albatta o'sha challenge qilishga harakat qilamiz. Futbolchilar kuchaytirdik deysizmi, boshqa narsami? Yana o'zingiz bilasiz. Hozir Saka gol uribdi, 2-0. Regains possession. Do'stlar, mana Saka hujumda o'tmoqda. Saka joyib o'ynaydi do'stlar. Va zarba yomon emas. Birinchi o'yin qahramonimizni hozir ko'ramiz. Solchaki 2-0 bo'ldi. Gap bilan ovora bo'lib vaqtim o'tib ketdi ancha do'stlar. A crowd pleasing performance so far.
They've got themselves ahead in this Gold Cup game. Bizada qahramonimiz Bukayo Saka bu yoqdagilarni bilmadim endi. Bu futbolchilarni yaxshi bilmasam kerak. Xo'p, Williams Istor. Bu davlatini o'zim ham uncha yaxshi bilmayapman, lekin bularni yutish ehtimoli juda ko'p emas, lekin buni tezligi zo'r ekan. Bo'yi ham yomon emas ekan. Do'stlar, Now it's Pedri. xo'p, Hakimi bor. Hakimiga pas, Ronaldoga o'tadimi? Oh, that's a Ronaldo poor o'tadi. pass. Do'stlar. Xo'p, albatta shuni like bosdingizmi videoga? Passed Obunachilarni well. bosdingizmi? Albatta, endi rahmat kattakon What a inshaalloh. chance. Sizga ham Oh, oldincha nice aytib finish. bitta gol urib He's qo'yishdi put them do'stlar. back into it. Good work there to get on the score sheet. The manager tomon will boshqa hope that qilayotganim form bittasi yoqtirmay continues. qoldi. Va He's racing ahead with the ball. He shoots. Hozir kommentarda kimdir yozishi mumkin, botdan gol o'tkazyapsizmi deb. Yo'q do'stlar, mana bu ikki tomonni ikkita futbolchi yopishtirdim, boshqa qildim. Va bitta futbolchi harakatidan bo'ldimi deyman. Vinicius Junior. Tashlab qoldimi deyman, jarohat oldimi deyman. Surely now. Keyin ikkinchi futbolchi yopishguncha He's found an opening. ular Well, he certainly made the goal. Tushiramiz do'stlar. He's Mayli unlucky not to ketdi. score. Xo'p, mana shuni o'yinni ko'rsatish uchun tushiramiz. Mayli mana bu yerga tushiramiz. Batistutoni tushiramiz. McTominay tushiramiz, Mbappeni tushiramiz. Mana Time tushirib for a oldik fresh do'stlar. player to enter the fray. Anderson va It's the header. do'stlar Batistutodan zarba va Uses his head. McTominay. Batistuto Will we see a goal? Batistutodan Great goal ajoyib by chiroyli Batistuta. gol. Mana golni Great ko'rishingiz composure mumkin from this xohlasangiz. player. Is that goal Mayli just the golni start o'tkazib of many? o'ramiz. Chunki The referee vaqtingiz gets the bo'lmay, game video back vaqti underway. ketmasin. Xo'p. It's with the striker now. Mana Cancelo. Bu do'stlar bu o'zi qanday tarkib? Bu tarkib Isidore. masalan yaxshilab e'tibor bersangiz, mana bu yerda Real futbolchisi, Barsa Real futbolchisi va dunyodagi mana bu nima uchun McTominay olganmiz? McTominay Italiya A Seriyaning eng zo'r yarim-himoyachisi deb topildi va Lovely shunga pass. keyin bu tarkibda Real Barsa futbolchilari yig'iladi va What an o'zini opportunity. zo'r ko'rsatgan o'yinchilar Oh, he yig'iladi. saved it. Bu albatta narxi juda arzon, lekin aytgan shartlarni bajarsangiz do'stlar, The manager bu can akkaunt relax sizga now. This tekinga is tushishi ham exactly mumkin. what he Yoki wanted to see. akkauntingizga Well, we tanga have va to say olmos there's not much chance yig'ib of a comeback here beramiz. now. Shularni qilib berishimiz mumkin do'stlar. Goodmanson. Va keyin qaranglar do'stlar, bu akkauntga Real Barsa futbolchilari yig'iladiganim, masalan Realga chaqirilgan futbolchilar, Realdan ketgan futbolchi, Realda bor futbolchilar. Masalan Realga yaqinda transferlar keldi, eshitgan bo'lsangiz do'stlar. Anticipated by the keeper. Anderson. Xo'p, transferlar haqida keyin ma'lumot beramiz, chunki video vaqti cho'zilib qoladi hozir. Lekin Great pass. hop, Batistuta Gets the shot va in. ajoyib A great goal bo'ldi by Batistuta. That goal is second of the match. va qizil oldi. Bu futbolchi Oh, it's a straight red. He's off. Mana shunday futbolchi ekan. And there we have it. Bizlar Fantastic performance from this side brigada as they book themselves a place o'yin in the next qahramoni stage kim of the bo'lgan competition. ko'rolmadik. Albatta do'stlar, Abduqodir Husan bittada ko'rindi. Mana do'stlar, o'zi 6-oyning 25-sida ketadi bu to'liq va bulardan keyin yana ozgina vaqtdan keyin taxminiy holatlar bo'yicha Ronaldo, Messilarning kartalari keladi. Mana bu yerda mana futbolchi nima uchun olib turdi, skopni deb tursangiz, buni bo'yi ajoyib, tezligini kuchaytirsak va zarbasini kuchaytirsak ajoyib bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana bu futbolchini kim biladi? Bu qayerda o'ynaydi? Kim kommentariyada yozib to'g'ri topsa, o'shanga mana bulardan birini olib berishimiz mumkin. Va boydan aytganimdek do'stlar, mana bulardan qaysini oldingiz? Shularni yozib, albatta videoga like bosib, obuna bo'lasizlar. Aytganlarni bajarsangiz sizga mana bu katta rahmat.